Yaxshimizlar qarindoshlar. Bugungi darsimizda oldingi soatdan boshlab davomlashtirib kelayotgan projemimizning keyinini qilamiz. Oldi bilan oldingi soatda nimalarni qildik, uni bir qarab chiqaylik. Biz Qt Designer'da ko'rganimizdek bu uyg'unlimani, ya'ni bu applicationni Qt Designer'da layliga bo'ldik. Undan keyin backend qismiga ba'zi function iqtidorlarni qo'shgan bo'ldik. Diqqat qilgan bo'lsangiz, bu yerda uch odamning hisoblamasini qalaymiqani yozgan bo'ldim bu yerga. Yana bir qatim ko'rsatsak bo'ldi. Butun uchurlarni, yana 10 xil uchurni bu tabloga saqlagan bo'ldim. Yana var taban, yana database qismiga saqlagan bo'ldim. Buni qanaqa qilay? Yana bir qatim sinab boqay. Qanday? Men qalaymiqan bir narsa yozdim endi. Tez bo'lsin deb. Yani bu xil şekilde ben kayıt ekle diyen çağımda tabloga qanaqa qildi? Yani var taban database'imizga eklendi. Onun sırtida qandaq listler deb bir xil funksiyon yozgandik. Listler funksiyonunun ixtiyorı nim bo'ldi? Dal-mi-dal. Bizning database'imizdagi barliq uchurlarni, ya'ni bir odamning 10 xil uchuri bo'lgan bo'lsa, bu uchurlarning hammani qanaqa qildi? Dal-mi-dal bu table'ga, bu tabloga akab bergan bo'ldi. Ko'rganingizdek, ya'ni ta bu yerdagi no, TC kimlik numarasi, sporcu adı, sporcu soyadı degandek bu uchurlardan tortib, hatto uning ichiga yerlashgan uchurlardan tortib hammani qanaqa qilib bo'ldi? Bizning table'ga akab bergan bo'ldi. Endi-chu, navbatdagi kelgan yerimiz nima? Bu yerdagi uchurlarni, ya'ni database'dagi uchurlarni yuyish, izlash, undan keyin buni update qilish, undan keyin qayta buni ko'rsatish, qayta listlashini, undan keyin chiqishdan iborat bo'lgan bu iqtidorlarni qanaqa qilamiz? Yozamiz. Unda bo'lsa, bu yerdagi bu iqtidorlarni yozishga tirishaylik. Qaysini yozaylik? Bir chiqishni yozib boqaylik boshda. Ya'ni chiqish degan bu butonni, ya'ni bu knopkani bosgan hamon nim bo'lsa chiqsin. Ya'ni bu yerdagi programmadan tamoman chiqsin. Unda bo'lsa, qanaqa qilay? Men buning kodini eklay, ishiltib boqay. Undan keyin uni qarata kodimizni qanday qildik? Tushuntirdik. Listlar funksiyoni ostiga ekla, listlar funksiyoni ostiga qanday qildik? Biz bu kodimizni qanday qildik? Yozdik. Oldi bilan bu kodni tushuntirishdan burun ijro qilib boqay. Ijro bo'lmamdi, bo'lmamdi. Ijro bo'ldi. Hop, una bo'lsa men chiqishni bisib boqay. Chiqish degan butonni bosgan chog'imda qanday qildi? Ijro bo'lmadi. Nima deb? Chunki men bu funksiyonni chaqirdim-mi? Yo'q. Ya'ni chiqish degan bu butonni chaqirdim-mi? Faqat funksiyonni yozdim, ammo bu funksiyonni hech qanday yerda chaqirmadim-ki. Chaqirmaganligim uchun qanday qildi? Bu funksiyonni ishimni faqat kodimda turdi. Unda bo'lsa biz qanday qilishimiz lozimdi? Cho'qqi main, ya'ni initning ichiga buton sil. Buton sil degan qaysi? Dalmi-dal. Boyiqi knopkaning Qt Designer deganimizdi. Biz bergan ismdi. Bu chekilgan chog'da qanday bo'lsin? Nimaga ulansin? Sil degan funksiyonga qanday qilsin? Ulansin deb biz ana init funksiyonining ichiga, ya'ni bu o'zimizning klassining ichidagi init avtomatik ijro bo'linadigan bu funksiyonning ichiga qanday ham bo'ldik? Bu yerga bog'lagan bo'ldik. Endi sinab bak. İcra bulandı bo'lmadi. Chiqish dedim. Unda bo'lsa bizning maqsadimiz nima? Chiqish degan bu butonni bosgan chog'imizda bizning ko'z oldimizga bir tal window chiqsin. Ya'ni rost chiqamsiz, chiqmamsiz. OK'ni bosgan chog'imizda bu umumiy windowdan, umumiy panjara, umumiy uyg'unlamadan qandaq applicationdan chiqasin. Yo'qni bosgan chog'imizda qolib qolsin. Unda bo'lsa buni qanday qilamiz? Qanday qildim? Oldi bilan bu funksiyonu qanday qildim? Yozdim. Ya'ni bu funksiyon o'tirliqda. Undan keyin bu funksiyonni ijro bo'lish uchun nim ham bo'ldim? Dalmi-dal bu yerdagi chiqish degan funksiyonni bog'ildim. Ya'ni buton chiqish degan butonga chekilgan chog'da nima bo'lsin? Ulansin deydi. Nima ulansin? Qanday? Chiqish degan funksiyonga ulansin deydi. Deb men o'zimning ana klassidagi o'zimning klassidagi init, ya'ni avtomatik ijro bo'ladigan bu funksiyon qanday qildim? Bog'ladim. Bog'lab bo'lgandan keyin men qanday qilay? Buni ijro qilib boqay. Kodni tushuntirishdan burun bir ijro qildim. Men xatoni bosdim. Maqsad bu yerdagi chiqish butonini besishdi.
Ben baskan çığımda bayıkı men degen ekval hemmisi yüz beriş lazım. Çıkışını bastım. Dikkat kan bolsanız bu yerde bir tal nim boldu? Bir tal window. Ekran çıkan boldu. Deydi ki bu programdan çıkışqa hakikaten emin misiniz degen gap. Kandak hakikaten çıkamsız çıkmamsız. Dep qana qildi? Bununla sual sordu. Qalsa onu İngilizce ve yoki til farq qilmaydi. Unda bo'lsa buningdan haqiqatan chiqishni xohlamsiz, xohlamsiz? Yo'q. Qana qilay? Qilib qolay. Unda bo'lsa men chiqishni xohlaganchigimcha. Haqiqatan bu yerda buningdan chiqishdan aminmisiniz va yoki chiqamiz, chiqmamsiz zodi. Degan chog'da yes knopkasini bosgan chog'imda qanday bo'lsin? Bu yerdan avtomatik chiqasin bu program oxirlasin. Unda bo'lsa buni qanday qildi? Kodu qanday qildi? Qarab baqili. Diqqat qilgan bo'lsanglar bu yerda javob tang. Javob nima u? Zaten bizning bir tal variable'imiz. Ya'ni değişken. O'zgaradigan ism. Xohlasangiz bu ismni xilma-xil qila olasiz. Undan keyin diqqat qilgan bo'lsangiz Python shirkatining bizga bergan QMessageBox deb bir tal nemasi bor ekan, kutubxonasi bor ekan. Uning ichida question deb bir tal fonksiyoni bor ekan. Deydiki, buning o'zi bir window bo'lsin. Bu dalma-dal boyaqi window shu. Ya'ni chiqamsiz, chiqmamsiz degan u panjara shu, window shu. Deydiki, u yerning temisi chiqish bo'lsin. Diqqat qilgan bo'lsangiz, so'l ustida bu panjaraning ismi nima? Chiqish. Undan keyin bu yerga xohlasangiz inglizcha, xohlasangiz qaysi tilda yozsangiz bo'lsa yozing. Ya'ni bu yerdan chiqamsiz, chiqmamsiz. Undan boshqa bu yerda yes butoni bor hamda qanday no butoni bor. Ya'ni bu hammasi Q message box degan qanday u kutubxonadan ilingan. U klassdan ilingan. Deydiki, yes'i bo'lsin, no'si bo'lsin. Bu xat yozilsin, panjaraning ismi chiqish bo'lsin, bu bir window bo'lsin. Deb faqatla biz Python bizga ta'minlagan bu Q message boxning ichidagi question degan funksiyoni chaqirib buni yozgan chig'imizda dalma-dal ko'z oldimizga nimni gapirdi? Boyqi bu pencereni, bu windowni qanaqa qildi? Akapirdi ko'z oldimizga. Akapadi, hop, uning ikkinchi. Deydiki, agar Q message boxdan yes kelib qolib qolsa deydi. Yes kelib qolib qolsa, ya'ni bu yerdagi kelgan javob dalma-dal Q message boxning ichiga yes bo'lib qolib qolsa, nim bo'lsin? Bu konni close bo'lsin debdi. Hamda bu sistemdan chiqasin debdi. Bu applicationdan qanaqa qilsin chiqasin debdi. Bu funksiyon biz buni ishlatdik. Hamda qanaqa qilsin bu konni. Bu konni qanaqa qilsin close qilsin. Bu kon nimati. Diqqat qilsangiz verta bor. Database'ni qanaqa qilsin o'chirvasin dedik. Chunki database'ni o'chirmasak A hisobda ishlaydigan gap. Unda bo'lsa biz hozir ikki narsani o'chirgan bo'ldik. Birisi database'ni tamoman o'zimizning aloqamizda kesdik. Yana birisi bu programmadan tamamen chiqadi. Agar yana bir xil akbal qaysi else. Ya'ni else degan nima? Dalmadan no bo'lib qolib qolsa. Ha, yoki if else yozsangiz bo'ldi, ammo kerak yo'q. Faqatla bu yerda qanday ikki xil akbal bor. Yana bir bo'lib qolib qolsa nima bo'lsin? Bu windowni davomli qanday qil ko'rsat. Hech qanday bir o'zgarish bo'lmasin, ko'rsatsin deb buni yozdi. Ya'ni bu kodning natijasida yana bir qatim sinay qanday bo'ldi? Dalma-dal chiqish degan bu knopka besilgan chog'da ko'z oldimga bu panjara, bu window chiqdi. No'ni bossam saqlanib qoldi. Qana yes'ni bossam tamoman bu programdan chiqqan bo'ldi. Unda bo'lsa, yana bir iqtidor. Qanday qilamdi? Bu biz vertabani, ya'ni database'dagi bütün uchurlarimizni yuyli. Ya'ni xohlagan bir uchur bo'lsa, yine bu yerda 3 tal ver tabanlı 3 tal 3 kişinin uçuru var deyli dep o'ylayli. Qandaq bu 3 kişinin veya ki 100 kişi var dep o'ylang, o'ndan tegimi jiq kişi var dep o'ylang. Bu kişilerning qandaq uchurlarini siz yumoqchi. Yine faqat mishadagi ustiga ekapla qandaq qilsiz? Yuyish kite sil degan bu kite butoniga qandaq besish orqali ya'ni bosgan chig'ingizda nima kelsin? Deydiki, bu ne? Juyamsan, juyamsan, rost qaror qildingmi degan gap. Deydi u, yes desam qanaqa qildi? Juydi. No desamchi, joyida qanaqa qildi? Qolib qoldi. Yes desam, ha, juyma dedim, qanaqa qilindi? Juyildi. Hozir mavjud listida, table'da qancha kishining bor? 2 kishining bor. Men yeni juyib boqay. Judim. Emin misin? Yeni rost qaroring aniqmi? Ha, juvatdim. Qarang.
Bu listilde juyuldi degan gap bizning database'ni qanday qildi bu? Tamamen juyuldi. Unda bo'lsa biz buni qanday qildik? Ya'ni bu yerda qanday ahvol bor? Birisi yine yes, yana birisi no. No degan chig'ingizda juyulmaydi, turib qoldi. Yes desangizchi juyuldi. Unda bo'lsa hozir bizning database'imizda hozir bir kishining uchuri qolib qoldi. Unda bo'lsa biz buni qanday qildik? Endi kodga qaraylik. Qana qildim men bu yerda sil deb bir tal funksiyonni bu yerga qo'shgan bo'ldim. Buning bir boshdan qarab chiqili. Yana o'xshash bir queue message box. Ya'ni siz bosgan chig'ingizda Pythonning sizga hozir ta'minlagan qanday queue message box'ingizni qanday qildingiz? Siz bu yerda chaqardingiz. Ya'ni bu class'dan question degan qanday savolni, ya'ni bu yerdagi funksiyonni chaqardingiz. Bu nim bo'lsin bir window. Undan keyin bu windowning ismi nim bo'lsin? Kayıtlarını ju. Onun için hakikaten Türkçe, İngilizce yazamısınız para kımayla deginimdek. Yine kararın inik mu? Ya ki yes butonu knopkası ya ki no butonu. No knopkası. Undaq bolsa qana qıldık? Bu fonksiyonu çağırış arqılıq oxşaş bir şekilde biz bir tal pencere, bir tal window'nu qanaqan bolduq? Açqan bolduq. Hop, unda bolsa bu yerda ikki xil ahvol bor. Ya yes. Yes degani bosgan chig'ingizda bu ishlar bo'lsin. No'ni bosgan chig'ingizcha bu ishlar bo'lsin. Unda bo'lsa old bilan no qaraylik. Siz no'ni bosgan chig'ingizda deydiki, status barda silme işlemi iptal edildi. Ya'ni bu yuyish mashg'uloti amaldan qoldirildi deb nim bo'lsin? Ko'rsatilsin, showboxda yine status barda ko'rsatilsin deydi. Qarab baqilik. No'ni bosam haqiqatan qaytlansin. No dedim. Asta qarang. Asta qarsangiz bu yerda yuyish ishlami qana qildi? Bu yerdan amaldan qoldirildi deb 10 sekund bu yerda turdi. 10 sekund diqqat qilgan bo'lsangiz. Uningki o'chib ketdi. Qayt qilay. Qarang. Silme işlemi iptal edildi. Ya'ni yuyish mashg'uloti amaldan qoldirildi. Bu yerda 10 sekund qana qilindi? 10 sekund turdi. Undan keyin yo'qolib ketdi. Buni qanday qildi? Deydiki, bu yerda status bar deymiz. Bayaqi eng ostidagi aş ko'rinadigan ya'ni biz status bar deymiz. U yerda bir tan mesaj ko'rinsin deb. Nima mesaj? Nima uchur ko'rinsin? Silme işlemi iptal edildi. Ya'ni qanday yuyish mashg'uloti amaldan qoldirildi degan ma'nodagi bu uchur qanday qildi toplamda 10 ming millisaniya degan gap 10 saniya. Ya'ni 10 sekund. Unda biz 10 sekund qanday qilsin? U yerda tursin, qanday qildi? Undan keyin o'chib ketsin. Dal bu yerga show message bu funksiyonni chaqirgan bo'ldi. Faqat buni qilib bersin dedik. Ya'ni hech qanday bir uyg'unimizga va yoki applicationimizga hech qanday bir ta'sir qilmadi. Hop, unda bo'lsa, agar yesni bossangiz, nima ish bo'lsin? Tablodagi sporcu bilgi deydi. Select item deydi. Men buni chekkan chig'imda qanday bo'ldi? Birinchi kishini chekkan chig'imda bu tanlandi. Bu kishini chekkan chig'imda bu tanlandi. Bu kishini chekkan chig'imda bu tanlandi. Dal buningda deydiki, sen tanlagan chig'ingda deydi. Bu yerdagi tanlagan ularning uchurning hammasi kimga keladi? Seçiliga keldi deydi. Yani men bu yerda bu xil şekilde aldıdan tanlagan çığımda bütün uçurlarının hammasi, yani bu adamның uçurunun hammasi ne keldi? Seçili degan variable qana qildi? Keladi deydi. Kelgandan keyin buning birinchi indeksining tekisini al deydi. Birinchi indeksining tekisi nima? Mesela no bunun noluncu indeksiydi. TC kimlik numarçu birinci indeksiydi. Ben bu yerga harf yazıptım. Normalde TC kimlik numarası, kimlik numara degan son bo'ladi. Qandaq? Men qalayim qanbasqarligim uchun bu şekil chiqdi. Ya'ni TC kimlik numarasi qandaq bo'lsin? Buning birinchi indeksi. Bu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deb birinchi indeksi nima bor? TC kimlik numarasi. Buni al deydi. Buning tekisini qandaq qil? Al deydi. Buni kimga ber? Silinecek qandaq? Bu kishiga ber deydi. Yani silinecek degan değişken variable qandaq qil? Berib bo'lgandan keyin buni qandaq qil? Ekranga bas deydi. Bislamda qarang. Men bastım buni. Undan keyin kayıt sil dedim. Men yes degan chig'imda ekranga qanday qildi? Buning ismini berdi. Qarang. Bu ismga diqqat qiling. Unda bo'lsa yes dedim. Qarang. Print dedim. Bu yer berdi. Mening terminalimga bu yug'an ismimni qanday qildi? Berdi. Buni o'chirvasamchi bu kodni basmaydi. Men faqat bu yerda
tanlangan kodumның TC kimlik numarası, qarasan birisi juyulib oldu. Tanlagan adamımның TC, yani birinci indekski TC kimlik numarası qandaq tanlandı mı, tanlanmadı mı? Ben bunu qandaq texim emin buluş üçün, texim o toğru mu kodum dep qana bu yerda kontrol qilish üçün qana qildim, bunu yazdım. Yazsam haqiqatan ekran bezildi. Unda bo'lsa kodim ta bu yerga kelgach qana qildi, normal ishildi. Endi bu yerda try accept bor ekan. Try accept nima ish qildi? Xato bo'lib qolib qolsa, acceptning ichiga kirdi. Xato bo'lmasicha normal ijro bo'lindi. Agar to'g'ri bo'lib qolib qolsa, qarab boqing. Nim bo'lsin execute. Ya'ni curse execute nima de? Bizning var tabandagi askirimizdi. Yani database'imizga nima qilsin? Jusun deb delete. Nereden jusun? Spor tablosunun table'dan jusun. Nimani jusun? TC kimlik numarası silinecek bo'lgan. Buni qanday qilsin jusun? Ya'ni men tanlagan chig'imda uning TC kimlik numarasini birinchi indeks deb uning tekstini olganmidim, oldim. Dal var tabanda qanday qilsin TC no degan TC kimlik numaraliq odamni qanday qilsin hammasini juvassun deb buyruq berdim SQL'da. Uniki buni qanday qilib commit ijro qildim. Qaytadan listeler, biz listeler degan funksiyonni yezib bo'lgandik. Listeler funksiyonining maqsadi nima edi? Qolib qolgan database'da qanday uchur bo'lgan bo'lsa, buni takrordan biz table'ga, ya'ni uyg'unimizdagi table'ga qanday qilish ko'z burishdi. Yine ben judim, bo'lgandan keyin cho'qim bu table'da qanday qilinishi lozim, ko'rinishi lozim. Shunglashqa men listeler degan funksiyonni chaqirdim. Uningdan keyinchi status barda kayıt silme işlemi başarıyla gerçekleştirdi. Yani muvaffaqiyatli holda qanday qildingiz bu mashg'ulotni tamomladingiz degan ma'noda 10 sekund qanday qilsin tursin debdi. Haqiqatan 10 sekund turamdi turmamdi. Qarab boqing. Men qanday qilay buni juyay. Judim hop yes dedim. Qarang. Kayıt silme işlemi başarıyla gerçekleşti. Hozir qanday qilib o'chib ketdi bu. Bunu yazdı. 10 sekund to'shaydi de. Qarang, o'chib ketdi. Dalmi-dal bu kod sababli qana qildi u yerda bu mashg'ulot ilib berildi. Agar bu qolib qolsa har qanday bir exception, har qanday bir exception bo'lib qolib qolsa nim bo'lsin debdi. Buni xato olarak bu yerda yana bir izohlab aytibdi. Bu yerga xato. Ya'ni xatoning ismi nim bo'lgan bo'lsa buni string holatida mushta bir xato bilan qanday bo'ldi? Uchrashdi degan mesajni agar har qanday bir xato bo'lib qolib qolsa, dalmi-dal status barda, mushadagi ostidagi status barda nim bo'lsin? Ma'no o'xshash bir xato bilan qanday qildi? Uchrashdi deb shu yerdagi ya'ni siz yo'liqqan xatoni qanday qildi? Status barda ekranga bisbirdi ekan. Buna bo'lsa to'g'ri ishilsa database'ni juydi ekan, xato bo'lib qolib qolsa status barda nima xatoligini sizga ko'rsatdi ekan. Agar noni bossangiz-chi, status barda 10 sekund bu ish mashg'ulotdan voz kechdi deganni 10 minut 10 sekund qana qildi? Status barda ko'rsatdi ekan. Umumiy natija bilan qandaq bu sil funksiyonining ichidagi kod bu. Uningki bu kodimizni qanday qilishimiz lozim? Cho'qqa bog'lashimiz lozim. Nima bilan? Buton sil. Ya'ni bu butonni, bu knopkani bosgan chog'imizda sil degan fonksiyon qanday qilsin? Bog'lansin demoqchi. Bog'lansin ki juyulsun. Bog'lamamiz qanday bo'ldi? Juyulamdi? Yo'q, juyulmaydi. Unda bo'lsa, eng oxirgi bir qatam qanday qilgan bo'lay? Buni juyib sizga ko'z tushi orqali bu funksiyonni qanday qildi? Oxirlashtirdi. Yes. Qanday qilindi? Judi. Ya'ni mening hozir var tabanimda database'im pak. Hech qanday kishining nimasi yo'q, uchurlari yo'q. Xulosa qalam, biz hozir nima qilgan bo'ldik? Chiqish knopkasi bilan chiqa olgan bo'ldik. Kayıt sil, yine ju, delete ma'nosidagi bu knopkani bosish orqali var tabandagi, ya'ni tablorimizda qanday odam bo'lgan bo'lsa, biz buni juya olgan bo'ldik. Undan boshqa odamning uchurini qanday qila olamiz? Qo'sha olamiz. Bularning hammani yozgan bo'ldim. Nima qoldi endi? Ara, izda, güncella. Undan keyin bu qanday kayıt listelar. Yine bu kayıt ko'rsatish. Buna bo'lsa, endi nimga qarab boqing? Izlash. Men bu yerga ko'nib bo'sh o'ringa izlash deb bu uchurlarni bir kishining uchurini yozgan chog'imda tablorim qanday qilsin? U kishining uchurlari chiqsin. Buni qanday qilaman? Old bilan qanday qildi? Kodini kirdi. Unda bo'lsa, endi navbat nimaga keldi? Uyg'unimizni, ya'ni applicationimizni qanday qildi? Ochaylik. Bu yerda qo'shadiganni qilib bo'ldik, yurishni qilib bo'ldik, chiqishni qilib bo'ldik. Endi masala izlash
hamda qandaq listlash. Bu izlash degan chog'da nimani bildirdi? Ya'ni mening database'imda qancha tal odam bo'lsin. Endi masalan o'ylab beqing 100 odam va yoki 10 ming odam. Endi bir oliy maktabning database'ini o'ylang. U yerda 70 ming, 40 ming, 50 ming ya'ni oliy maktabning cho'ng kichikligiga asosan men u yerda ya'ni ma'lum bir o'quvchining arxivini izlamoqchi. O'ylab beqing, bu yerda 4 tal database'im 4 tal uchur bo'lgani bilan men 30 ming odamning ichidan bir odamni izlamoqchi. Ya'ni men bu odamning kimlik nomerini va yoki banki bo'lsin. Ya'ni TC kimlik numarasi va yoki sportchi adını qanday qanaman, qanaman tablo qanday qilishi lozim, chiq bo'lishi lozim, ko'rinishi lozim. Ya'ni bu yerdagi table'ga ko'rinishi lozim. Undan biz buni qanday qilamiz? Misol, qilib TC kimlik numarasi, ya'ni kimlik numarasi 1-2-3 bo'lgan odamni qanday qilay? Izday. 1-2-3 dedim. Izda. Chiqdimi? Chiqdi. Ya'ni men TC kimlik numarasi 1-2-3 bo'lgan bir odamni qanday qildim? Izladim. Qanday qilayman qayta kite listala. Ya'ni buni qayta listala. Deganda bosqanaman, qanday bo'lsin? Asliga qaytsin. Ya'ni database'imda nim bo'lgan bo'lsa, bularning hammasi qanday qilinsin? Ekranimga qayta chiqsin dedim. Bu yerda ikki xil iqtidor bor diqqat qilgan bo'lsangiz. Bir izlash, endi qarang. Bu yerda men qalayimqan yozganligim uchun sportchi adi nim bo'lsin? HGDJ. Normal bir ism yazsam bu amaliyotda qanday sportchi adini HGDJ deb qanday qildim bu yerda kayıt ara. Ara desem yine izlendi. Yani ben bu yerdeki xohlasam ismi bilan izlayalayman. Xohlasam so'yadi. Xohlasam yine xohlagan uchur bilan qanday qila olayman? Bu odamni izlayalayman. İzlab topa oldim. Yani 4 tal odamning ichidan tepish oson-da, 30 ming odamning ichidan izlashni o'ylang. Onun ki men qayta bu listelashni asldagi holatiga ekab qo'yish uchun kite listala. Butonni bosgan chig'imda nim bo'lsin? Database'ga butun uchurlar chiqsin. Endi bu yerdagi ko'rinish, bu yerdagi qilingan ishni, iqtidorlarni ko'rdingiz. Endi natija itibariyle biz buning kodini qanday yozamiz? Unda bo'lsa qanday qilib kodini tushuntirdik. Ikki xil iqtidorni. Bu yerda ara deb bu funksiyonni qilishdan burun cho'qim qanday qildi? Men nima qilgan bo'ldim? Listalar degan funksiyonni oldin qatim yuz bo'lgan bo'ldim. Ammo keyiniga men bu 5 qur kodni qo'shib qo'ygan bo'ldim. Ya'ni bu yerga 5 qur kod nimiki? Clear. Hammasi clear diqqat qilgan bo'lsangiz. Ya'ni demoqchi bo'lgan narsa sen bir narsa qo'shgandan keyin, ya'ni listalar funksiyoni qayerda chaqirilsin, cho'qim ekran yuzidagi yozgan bütün uchurlarning hammasi qanday qilinsin? Yuyilsin dedik. Ya'ni boshda qandaqdi? Men bir tal uchur qo'shdim. Men hozir bir tal odamning uchurini qo'shdim. Kite ekla qo'sh degan uchurni bosqanaman, bu yerga bir tal qandaq uchur qo'shildi. Burunqi yozgan kodimizda bu yerdagi ustidagi bu bo'sh o'rindagi hech qandaq uchur yuyilib ketmaydi. Masalan, qo'shdim. Qarang, bu yerlarning hammasi pak yuyilib ketdi. Ya'ni bu yer men bir odamning, ya'ni faqat qo'shish til emasda listlar degan funksiyon qayerga chaqirilgan bo'lsa, cho'qim listlar degan funksiyon ishini tugatgandan keyin cho'qim qanaqa qilgan? Ekran yuzidagi bu yerlarni qanaqa qilgan? Pokizlaydi ekan. Texmi chiroyli pokiz ko'rilsin deb. Agar men buni chaqirmagan bo'lsam qanday bo'ldi? Bir odamni qo'shgan bo'lsam, bu yerga uchurlar pokiz bu yerda qolib qoldi. Uniki izlamoqchi. Men buni birdan-bir yuyamdi. Masalan, bu xil shaklda. Masalan, qolib qoldi. Men qo'shib bo'ldim. Men birisini izlamoqchi. Izlamoqchi bo'lsam, miyadagilarning hammani qo'limda yuvitib, paks qilib etib, undan keyin izlamdim. Nima varchilik u? Unda bo'lsa, avtomatik listlar degan funksiyon chaqirilgan chog'da paks bo'lib ketish uchun dalmidan men bu yerda bu narsani ishlatdim. Ju, ya'ni pakizlar TC kimlik numarasini, soyadini, adini top pakizlar. Undan keyin sportchi klubi, JMB. Buni qaysi sportchi klubi? Bu masalan birisini qo'shay. Qaysi holatga kelib qolganini ko'rsiz. Qo'shdim, ekla. Qanaqa bo'ldi? Sportchi klubi. Pak bo'lib ketdi bu yerda. Pak bo'lib kelish uchun nima beribdik? -1 berdik. Undan keyin bu sportchining, bu tanarkachining kilosi qanchada tursin? 55 da turaversin debdik. Ya'ni default qimmat 55 turaversin. Qarang, 55 turibdimi? Turibdi. U yerga qancha yozsangiz, ya'ni bu listalar funksiyon chaqirilgan chog'ida
Bu ya qanaq buldu? Aşısan boludu. Yani ekran qanaqsın pakizlansın degan maqsadda bu beşqur kodni clear deyish arqali qanaqam boldu? Funksiyonni chaqirish arqali ekranimizni pakizlagan boldu. Endi qanaq qilamiz? Ara funksiyoniga kelamiz. Biz nima orqali izlayotganimiz qarang. 1. TC kimlik numarasi. Onun ikinci ismi. Onun ikinci sportçunun familiyasi, soyadı. Bu yezilgan, yani ekran yüzüge bu üç xil narsada qanday qilar ekanmiz, izlayar ekanmiz. Bu üç xil uchurni yozgan chig'imizda qanday qil debdi? Bu üç xil uchurning tekisini al, aranan bir. Yani izlagan bir, izlashki, izla 3 deb 3 xil değişken variable qanday qilib beribdi. Onun ikinci var database yozilimi. Qanaqda execute select tanla. Nimani tanla? Qayerdan tanla? Spor degan table'dan tanla. Qayerda TC numarası. Sporcu adı, sporcu soyadı yoki urban yeri yoki qandaq sporcu adı. Hem de qandaq sporcu soyadı. İkkilisini tan qanday qiladi ekansiz, izlayar ekansiz. TC kimlik numarası, sporcuning ismi yoki sporcuning qandaq soyadini yozsangiz yoki ismi bilan soyadini biroq yozsangiz, mesela o'xshash bo'lib qoldi, ahvol bo'lib qoldi. Ya'ni mesela o'xshash ismliklar bo'lib qoldi. Misol, İrşad Güreş ismim. Mesela İrşad Alim, dadısı Alim bo'lgan. Siz İrşad basqanchingizda ikki odam chiqib qoldi-da u yerga. O'ylab beqing, 30 ming odamning ichida Mehmet ismli boladan 100 bor deylik. Mehmet yozgan aman nim bo'lgan bo'ldi? 100 odamni chiqarib berdi. Unda bo'lsa, men uni xohlamoqchi emas, ya'ni bir odam chiqishi lozim. Mehmet Erkin deylik. Unda bo'lsa, siz ismiga Mehmet, soyadiga Erkinni yozgan chig'ingizda nim bo'lsin? Chiqsin. Undan bo'lsa bu yerda 4 xil ahvol bor. TC kimlik numara bilan izlayolasiz. Adı, soyadı hamda ikkilisini yozish orqali. Bu ikkisi and diqqat qilgan bo'lsangiz, and o'rniga ketgandir. And ikkilisi birga bo'lsa qanday qilindi? Ijro qilindi. Orchu ikkisidan birisi bo'lsa qanday qilindi? Ijro qilindi. Shu bo'ldi. Undan bu yerga savol belgilarini o'rniga kim keldi? Aranan 1, aranan 2, aranan 3, undan keyin 2, 3. Bu narsalar qanday qildi? O'rniga keldi. Xo'p, keldi. Qanday qildi? İzlemoqchi. Commit icra qildi diye icra qilgan chig'imizda eng avval nim bo'lishi lozim? Ekrandagi bu, ya'ni masalan men 1, 2, 3 deganda qanday qildim? Ara dedim. Ekran qanday qildi? Pakizlandi boshda. Shunlashqa bu ekranda pakizlash uchun dalmadal bu tableni qanday qildi? Clear pakizladi. Uningdan keyin dalmadal izlagan u odamning uchurini qanday qildi? Ekranga bisbadi. Ammo bu yozgan kodni men oldin qatimda tushuntirib bo'lgan. Ya'ni demakchi bo'lgan narsa, enumerate nima ish qildi? Indekslaydi. Indekslagandan qandaq satr. Ya'ni demakchi bo'lgani qancha qur. Masalan, databaseda listlari, databaseda 6 odamning uchuri bor deylik. Qandaq bu yerda 0-indeks, 1-indeks, 2-indeks, 3-indeks, 4-indeks deb indeks bilan bu qurdagi barliq uchurlarning hammani qanday qildi? Birinchi for döngüsida indeksni bununla berdi 0-ci indeks bütün 10 tal uçurun hamısını satır verib berdi. Onundan keyin satır verini qana qildi? Indeksleydi. Yani bu 10 tal uçurunu indeksleydi. 0-ci indeks, 1-ci indeks, 2-ci indeks, 3-cü indeks, 4-cü indeksdə bu 10 tal uçurunu indekslep indeksni sütun indeksga uçurlar her bir uçuruna qana qildi? Sütun verib berdi. Onun ki bu aylam bilen bulanın hemmeni kimge uğurlaştırdı? Delmedel set item. Delmedel bu yerge table qana qildi? Birden bir satır indeks bo'yicha, sütun indeks bo'yicha delmedel bu table qanday qildi? Birden bir bunun sütun verisini bu yerdeki uçurlarının hemmeni qanday qildi? Birden bir for aylanması bilen bu yerge yerleştirdi. Bu table'ga yerleştirdi. Şunlaşqa men 1, 2, 3 deb ara deganni basqan hamon başta bu yer pakizlandi. Onun için tanlangan bu yerdeki uçur ver tabandan database'in elindi. Ağan lekin bu table'ga bayғы ishki for döngüsünün neticesinde ekranımga bisbergen boldu. Endi bu fonksiyon icra bulunuş üçün çoxum init qana qılınış lazım. Init'te bu fonksiyonun ismi ara degan fonksiyon qana qılınış lazım. Bağlanış lazım. Unda bo'lsa men bu yerdagi listeler deganda listelerni basqaman qana qildi? Aslisi degandik. Buni qanday qildik? Listeler degan fonksiyonimizni qanday qildik? Qayta chaqirdik. Buni chaqirish uchun buton listeler bu yerga kayıt listeler degan buton chekilgan chaqda nima bo'lsin? Listeler degan qana fonksiyonni chaqirsan dedik. Ya'ni o'zimiz burun yes bo'lgan u fonksiyonimizni qana qildik? Qayta chaqirdik.
Qayta chaqirdik degan gap qandaq bo'ldi? Bütün database'dagi bütün uçurlarning hammani qanday qildi? Akab berdi. Ya'ni men berishga 3 dedim. Qanday qildim? Ara dedim, izlendi. Diqqat qilsangiz bu yerda ustida berishga 3 bor. Men listeler degan chig'imda burun qanday qilmaydi? Berishga 3 yuyilib ketmaydi. Qanday qildi? Men kayıt listeler degan chig'imda bu yapak pak tazlanib ketdi. Bu yer 55 qoldi. Qana qildi? Listelendi. Nima uchun usti pak pokiz bo'lib ketgandi? Listelarning ichiga men boyam yana bir qatim tekrar bu yer yuyilib ketsin deb listeler funksiyoni qayerda chaqirilsin, bu yerdagi uchurlarning hammasi qana qilsin, yuyilsin, pokizlansin deb bu kodni qana qildi? Yozib qo'ygan. Neticede qandaq bo'ldi? Kayıt ara bilan kayıt listeler ikki butonimiz ishlagan bo'ldi. Unda bo'lsa vallah yangi bir mazmun. Qandaq? Bu yerda diqqat qilgan bo'lsangiz aslida kayıt sayısı hamda qandaq kilo o'rtanimizi. Bu yerda ikki xil uchur bor. Birisi qanchatal odam bor bu yerda. Ya'ni masalan 30 ming o'quvchi bo'lgan bo'lsa, 30 ming odamning qandaq uchuri bu yerda bo'lishi lozim. Undan keyin yana birisi butun odamning qandaq kilosining o'rtalamasi. Bu yerga ikki uchur ostida qandaq yizig'liq. Ya'ni men bu yerga qandaq qilay? Bir odamni qo'shgan chig'imda. Qarang, bu yer qancha bo'ldi? 7 bo'ldi. Bu kilonun o'rtalamasini qanday qildi? O'zgardi. Bu ham o'zgarib turishi lozim. Unda bo'lsa, buni qanday qilamiz? Men bayam listeler degan funksiyonning keyiniga qanday qildim? Dalma-dal bu 5 qur kodni qo'shgandim. Endi yeni nima qo'shdim? Bu 6 qur kodni qo'shdim. Bu 6 qur kod boyqi qanchatal kayıt odam bor, ya'ni database'da qanchatal odam bor, hamda bütün kilolarning o'rtalamasini qanday ko'z berish uchun bu 6 qur kod yetarli. Unda biz nima ish qildik? Qarang. Select dedim, tanladim. Nimani tanladim? Count deb. Ya'ni maxsus qandaq count buyrug'i bor. Bu count nima degan chog'da sport tablosining ichidagi, ya'ni var tabandagi qanchatal bor count ismidan chiqib turdi hisob. Ya'ni qanchatal son, ya'ni qanchatal odam bor degan ma'noda. Unda bo'lsa sport tablining ichida toplamda u yerdagi database'da saqlangan odam soni qancha demakchi. Buni qanday qilib tanla, menga ba demakchi. Bu maxsus SQL'dagi ayrim bir buyruq. Buni o'rgangan bo'ldik, yangi. Yani buni o'qimaydik. Unda bo'lsa oldik buning ichidagi sonni. Masalan, 6 ta odam bo'lsa 6, 30 ming odam bo'lgan bo'lsa database'da 30 ming degan uchur count bilan qanday qilgan bo'ldi? Kelgan bo'ldi. Qanday qildik? Buni oldik. App bo'lgandan keyin fetch on. Buni qanday qildik? Kayıt sayısı. Fetch on bilan qanday qildik ekanmiz? Oladi ekanmiz. Dalma-dal bu yerda qancha odam bo'lgan bo'lsa, bu funksiyon bilan kayıt sayısı qanday qildik ekanmiz? Berdik ekanmiz. Bergandan keyin oldim men. Ya'ni database'imda qanchatal odam borligini app bo'ldim. Kayıt sayısida. App bo'ldim. Men buni kimga yerlashtir dedim. Kayıt sayısı degan bu label. Ya'ni bu yerda 7 deganning o'rnida qandaq bir label. Bu yerning ismi nima ekan? Label kayıt sayısı deganning o'rniga nima qilsin? Settex. Ya'ni bu sonni qanday qilsin? Yerlashtirsin. Nimani yerlashtirsin? Bu kayıt sayısı deganning 0 indeksi. Ya'ni 0 indeksida demak demet va yoki lista altida keladi. Demak 0 indeksda fetch on. Bu yerdagi qanchatal odam borligidagi sonlar mavjud. Buni qanday qildik? Strga aylantirdik. Text settex bo'lganligi uchun strga aylantirib bu tekstni qanday qildik? Bu yerga yerlashtirdik. Shunlashqa bu yerga qanchatal son bo'lgan bo'lsa bu yerga chiqdi. Endi SQL'dagi yeni bir buyruq. Average. Qanday qilib average, ya'ni o'rtalamasini avtomatik oladi. Database'ning o'zida. O'rtalamasini, ya'ni o'ttirchi qiymatini avtomatik oladi. Nimaning o'ttirchi qiymatini? Sport tablosidan qanday kilosini, butun kilolarning qanday o'ttirchi qiymati. Butun kilolarning o'ttirchi qiymati degan gap 10 odam bo'lsa 10 odam, 30 ming odam bo'lsa 30 ming odamning butun kilolarini qanday qo'shib, qancha odam bo'lgan bo'lsa shuncha bilib olsak, bu o'ttirchi qiymat bo'ldi. Hop, aldık. Bunu fetch'ın bilan qanday qildik? O'rtalama kilo qanday qildik? Ekeldik. Ekelgandan bu demet yoki list shaklida kelar ekan. Undan keyin buning 0 indeksini CTR ga aylantirib, dalma-dal bu label o'rta kilo. Bu yerdagi sonning o'rnidagi biz bergan labelning o'rniga setx qildik. Nimani setx qildik? Bu average qiymatni, o'rtalama qiymatni qanday qildik? Text ga aylantirib, bu yerga yerlashtirgan bo'ldik. Xulos kalam neticalasak bu 6 qur kod bizning database'imizda qancha odamning borligini,
Bu adamның o'ttirchi kilo sonini qanday qildi? Ostidagi labelga yerlashtirib bergan bo'ldi. Unda bo'lsa, xulosalaydi. Bugungi darsimizda nima o'rgangan bo'ldik? Database'imizga uchurlarni yuyishni, database'imizga uchurlarni izlashni, database'imizdagi uchurlarni listlashni, hatto chiqishni, undan keyin bu yerdagi labellar qanday ko'zishni qanday ham bo'ldik, o'rganib chiqqan bo'ldik. Unda bo'lsa bugungi dars mishada oxirlashdi. Aman bulunlar.